Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Shu kunlarda futbolimiz qizigandan qizib boryapti. 17 terma jamoamiz Qatarda bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida sizni bizni qanchalik xursand qilganligini xohlagancha ta'riflashimiz mumkin. Albatta an'anamiz davom etyapti va ajoyib holat. Va qolaversa milliy terma jamoamiz ishtirokidagi o'yin ham ertaga sizni bizni kutib turibdi. Qisqasi, mavzu juda ham ko'p. Muhammadiyor hamda Abdulla hamkasblarim men bilan birgalikda aynan mana shu ko'rsatuvda ishtirok etadi. 17 terma jamoasi haqida ko'proq menimcha gaplashsak arziydi. Sababi Birlashgan Arab Amirliklarida hali terma jamoamiz o'yin o'tkazgani yo'q. Imkon qadar unga ham to'xtalamiz. Baribir asosiy mavzu Qatar jahon chempionati. 3 ta o'yin o'tkazdik, guruh bahslarini. Uchalasida 3 xil natija desak bo'ladi. To'g'ri, 2 g'alaba, 1 mag'lubiyat, lekin 3-g'alaba natijasi bu anchagina yirik va boshqacha bo'ldi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, ishlarimiz yomon emas, lekin o'rtada bitta mag'lubiyat bor. Shunga ko'pchilik sal dili xira bo'lgandek gapirganligini ham ko'ryapmiz, lekin bular menimcha o'tkinchi narsa. Umuman mendagi ma'lumotlarga qaraganda hamkasbimiz Abror Qatarda terma jamoamiz bilan birga. Umuman muhit yomon emas va u bilan ham suhbatimiz bor. Sizda qanday yangiliklar yoki tafsilotlar? Avvalambor terma jamoamiz mana shu mundiallarda siz aytib o'tgandek qaysidir terma jamoaga boy berib qo'ysa, buni muxlislar biroz xafa bo'lib qabul qiladigan kunlarga yetib keldik. Yana bo'lib ham Irlandiya terma jamoasi Yevropa qit'asi vakili jahon chempionatiga juda yaxshi tarkib va tizimli bir shakllangan jamoa sifatida yetib kelgan mamlakat terma jamoasiga yutqazdik. Lekin bu o'yinni ham rostdan ham yutqazadigan o'yinimiz emas edi. Terma jamoamiz raqib bilan har jihatdan tengma-teng o'ynadi. Ba'zi vaziyatlarda hatto biz ustunlikka ham erishdik. Masalan, o'z imkoniyatlarimizdan foydalana olganimizda bu o'yinni ham bemalol yutishimiz mumkin edi. Durang emas, hatto yutishimiz ham mumkin edi. Lekin mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyat bu jahon chempionati guruh bosqichida bo'lgani yaxshi ham bo'ldi. Yigitlar bu mundialda baribir sportda bu bor narsalar. Yaxshi bilasiz, qaysidir bosqichgacha masalan mag'lubiyatsiz borsa yigitlar o'rganib ham ko'nikib ham qoladi va shuning uchun guruhdagi bo'lgani yaxshi bo'ldi. Tezda xulosalar chiqarildi va Panama bilan o'yinda Panama ham yengil raqib emasligini ko'rdik. Birinchi taymda ular isbotladi va biz katta qiyinchiliklarga duch keldik. Lekin bu terma jamoani xursand qilgan tomoni shunda bo'ldiki, masalan, birinchi 45 daqiqalikda Panamaga o'yin jihatidan yutqazgan paytlarimiz bo'ldi va tezda tanaffusda murabbiy buni to'g'ri tahlil qilib, o'zlashtirib, ikkinchi taymga boshqacha uslubda, boshqacha taktikada chiqib kelyapti. O'sha futbolchilar boshqacha sxemaga o'tib, tezda gollar urib, yirik hisobda yutyapmiz. Demak, bu terma jamoa raqibga qarab o'zgara oladi. Raqibni imkoniyatlarini to'g'ri chamalaganda biz munosib qatnasha olamiz. Umumiy fikrlar juda ko'p va guruhdagi uchala o'yin ham 3 xil qit'a vakiliga qarshi bo'ldi va men umumiy guruhga shunaqa ta'rif bergan bo'lardim. Boshqa guruhlarga nisbatan O'zbekiston qatnashgan guruh ancha kuchli ekan va Braziliyaga Paragvay 3-o'rinni olgani uchun nimchorak finalda tushib qoldi. Endi Braziliya kuchli, lekin O'zbekiston va Irlandiya keyingi bosqichlarda boshqalar uchun bosh og'riq bo'ladi. Paragvay ham Braziliyaga shunchalik boy bermasa kerak. Bunaqa guruhni uncha 12 ta guruhda topa olmadik. O'sha birgina Uganda, Chili, Kanada qatnashgan guruhda 4 tadan ochko bo'ldi. U yerda o'yinlar ham o'zi sifati, ana shu guruhni ham bir nechta o'yinlarni sharhladim. O'yin sifati ham ularda bir-biriga yaqin edi. Fransiya ham o'ynadi. Endi Fransiyani masalan Uganda yutayotganligi ko'rsatadi, rostdan ham u guruh ham kuchli edi. Mana shu ikkita guruh e'tiborimni tortdi va O'zbekiston qatnashayotgan guruhni mana shunday kuchli jamoalardan tashkil etilganligi va ulardan biri biz ekanligimiz quvonarli. Abdullani juda ko'p gaplari asosli va qo'shimcha qilmoqchiman. Muhammadiyor, siz ikkalamizga nisbatan ham yoshroqsiz. Hozirgi davr yoshlarida o'sha voqelikka nisbatan qarash boshqacharoq deb o'ylayman. Islom Ismoilov mundialdan oldin bir gapni aytganda, ana u AFK o'tkazgan so'rov yakuniga ko'ra bir o'yinchimiz eng yosh yilning eng yaxshi o'yinchisi nomzodiga da'vogar edi, ololmadi va Islombek yaxshi bo'ldi ololmagani. Ya'ni o'sha
yana ham sal boshqacharoq ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri, ha, yutuq, lekin hozir kerak emasdi degan ma'noda aytgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Abdulla aytib o'tgandek va juda ko'pchilik mutaxassislarimiz aytib o'tishdi buni. Guruh bahslaridagi mag'lubiyat qaysidir ma'noda yaxshilikka kerak edi. Chunki bolalarimiz, tasavvur qiling, o'tish davridagi yoshda ularda ruhiy holat va ruhiy rivojlanish va ruhiy jihatdan e'tibor qaratib nimagadir erishish juda oson ko'rinishi mumkin. Shuni ortidan shu aqliy, xayoliy narsaga ishonib qolgan holda asosiy maqsadda quruq qolib ketishi mumkin deb juda ko'p mutaxassislar aytishdi va bo'lib ham hamkasblarimizning fikri ham qarab shunday. Yana ta'kidlab aytib o'taman, siz bizga nisbatan yoshroqsiz. Bugungi yoshlarda bu o'ylashi bizga o'rgatilgan darajadagi o'sha pand, nasihatlar singarimi hali ham yoki nimalardir o'zgarganmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo, o'zi eshitib bilamizda hozir. Yo. Menda ham shu mag'lubiyat xulosa chiqarish uchun zo'r narsa bo'ldi deb o'ylayman. Mashhur gap bor, futbolda mag'lub bo'lmasdan yuta olmaysan degan gap. Va juda ko'p jahon chempionatlari yoki katta musobaqalarga qarasak, musobaqada bir marta bo'lsa-da mag'lub bo'lgan jamoa keyin so'nggi misol Argentina jahon chempioni bo'lgandi. Ya'ni mag'lubiyat to'g'ri xulosa chiqarish uchun eng zo'r narsa deb o'ylayman. Va mag'lubiyatni ham omadi kelish kerak-da, vaqtida bo'lish kerak. O'zbekiston terma jamoasi uchun ikkinchi tur jiddiy raqib. Shukurki, yomon o'ynab yutqazganimiz yo'q bu yerda. Baribir raqib jiddiy edi, yaxshi o'yin namoyish etdik, ba'zi daqiqalarda ustunlik qilganimiz bo'ldi. Va 3-turda vaziyatni o'nglash mumkin edi bu yerda. Ya'ni qayta olish eng muhim edi. 3-turda kayfiyat yomon holatda, futbolchilar ishonchini yo'qotib qo'ygan holda tushmadi. Bu jamoa 9 kishi bo'lib finalda yutgan jamoa. Ya'ni bu jamoaning o'sha yoshlardan aytyapmiz, misolni ruhiyati, kayfiyati, tarbiyasi, uslubi har tomonlama ancha rivojlanganligini ko'ryapmiz shu 17 jamoamizni va men ham o'ylaymanki, mag'lubiyat keyingi o'yinlar oldidan zo'r xulosa bo'ldi. 3-turda ham ko'rdik. Birinchi taymni juda ko'pchilik aytayaptiki, raqibni biroz pastroq baholash natijasida bunaqa yomon o'yin bo'ldi deb. Va aynan shunaqa holatlarda mag'lubiyatni bir eslab olish, mag'lubiyat bo'lganligini eslab olish u yog'iga foyda beradi. Ya'ni men juda ham qiziqdim 3-turdagi birinchi taymdan keyin Ismoilovning tanaffusdagi so'zlari. Butkul o'zgardi-da jamoa. Ya'ni birinchi bo'limda namoyish etilgan narsa bu taktika emas, bu jismoniyat emas, bu ko'proq ruhiyat edi. Futbolchilarning ruhiyati biroz boshqacharoq ko'rindi va ikkinchi taymga qaytgan jamoani ko'z yonib turgandi. Ikkinchi taymga qaytgan jamoa yutamiz deb qaytgandi. Shuning uchun 17 yoshda to'g'ri aytib o'tdingiz, o'tish davri deyiladi-yu. Bu yerda jismoniyat ham bor, o'sha tana o'zgaradi, bu yerda moslashish bo'ladi, ammo baribir eng muhimi ruhiyat. Futbolda keyingi bosqichga o'ta olish juda ko'p eslaymiz. O'sha Golden Boy mukofoti yilning eng yaxshi yosh futbolchisini olganlarning yarmidan ko'pi keyinchalik yulduzga aylanmaganda. Shuning uchun mana bu jamoaning ruhiyati, kayfiyati to'g'risi xursand qilyapti. Kechagi dasturlarning birida Dilshod aka bir fikrni aytib o'tdi. Ya'ni mayli jahon chempionati bo'lsin, muhimi bu jamoaning o'sha yarim finalga borishi yoki finalga borishi emas, bu jamoadan milliy terma jamoa bosqichiga yetib boradigan 2-3 nafar yaxshi darajadagi yulduz futbolchining yetishib chiqishi va mana shunaqa mag'lubiyatlar shu yo'lda foyda beradi deb o'ylayman. Endi bu yog'i g'alaba bo'lsin albatta. Albatta, oxirgi turdagi birinchi taymni Abdulla kuzatdik, ko'rdik. Ko'pchiligimiz turli xayolga borganimiz aniq. Bo'lib ham mag'lubiyatdan keyingi taym bo'ldi va 11 metrlik belgi ham belgilandi darvozamiz tomon. Yaxshi darvozabonimiz, darvozabonlar yetishib chiqayotganligini yana bir marotaba isbotlab berdi. O'sha katta ehtimol bilan adashmasam Abror o'z postlarida qoldirdi. O'sha Ismoilov tanaffusda nimalar degani, nima ish qilgani hozir ijtimoiy tarmoqda kuzatganim aniq esimda yo'q. O'sha ruhiy jihatdan ancha tetiklantira olganda, lekin baribir qanchalik muhokama qilsak, albatta o'zimizni bolalarimizga, o'zimizni futbolchilarimizga, o'zimiz uchun foydali. Juda yomon start bilan boshlashdi. Bu yerda raqibni kuchi darajasi ko'rindi deyish qiyinroqda, chunki biznikilar himoyaga yotib olgan holatni ham topish qiyinroq, ya'ni surunkali, muntazam bo'lgan. Ammo 11 metrlik belgigacha ishni olib kelganligi bu nimalarnidir qo'ng'iroqchasini chalib qo'yayotgandek.
Eldor aka, bilasizmi, bu Panama bilan o'yindi. Baribir Panama ikkinchi turda Paragvay bilan ham ko'rsatdi. Yomon jamoa emas. 1-2 ga boy berdi. Panama darvozasiga gol urgan jamoa masalan yomon jamoa bo'lmaydi. Irlandiya bilan o'yindi ham, ular ham gol urdi. Endi Irlandiya 4 ta urgan, biz ham 6 ta urdik ikkinchi taymning o'zida. Bu jamoada o'sha ruhiy holat yaxshi emas ekan. Futbolchilarning jismoniyati Panamada juda kuchli ekan. Ularning tezligi, o'sha juda tez maydonni ikkinchi yarimga o'tib ketib qolyapti. Qizig'i uzun paslar bilan emas, qisqa paslar bilan ham juda tez o'ynayapti va shuning uchun aytyapman, men guruhimiz jahon chempionatidagi eng murakkab guruhlardan biri edi. Shunchaki O'zbekiston, Paragvay, Irlandiya ulardan har jihatdan kuchli ekan. Ya'ni faqat jismoniyati bir xil bo'lgani bilan ruhiy jihat, tayyorgarlik, jahon chempionatini his qilish, o'sha baribir Irlandiyada Yevropacha o'sha tizimli futbol, hozir biz Xorvatiya bilan o'ynaymiz, u yerda ham shunaqa. Va biz endi Osiyo chempionimiz, bizning yigitlar ulg'aygan futbolchilarda. Boya Muhammadyor aytdi-yu, har jihatdan bu futbolchilar jangga, musobaqaga tayyor. O'sha O'zbekistonni yutish qiyin. Bitta taymda O'zbekistonni yutish mumkin, lekin umumiy bitta o'yinda O'zbekistonni yutish qiyin. Irlandiya yutib qo'ydi. Bu mayli yaxshilikka dedik. Bu yog'iga har qanaqa terma jamoa biz bilan o'yinda qiynaladi. Shuning uchun Panamadagi murabbiyni balki yondashuvi ikkinchi taymda ham xuddi shu ustunlik bilan, xuddi shunaqa ochiq futbolga biz tayyormiz deb o'ylagandir, pand berdi. Islom Ismoilovni o'sha ikkinchi taymda qo'llagan taktikasini u vaqtida payqamadi. Ularning mag'lubiyati. Men o'ylayman, Panamani mag'lubiyati bu. Panama yaxshi jamoa. Biz bu uchrashuvda baribir 90 daqiqada o'z so'zimizni aytishimiz kerak edi. Penaltigacha bo'lgan holatda rostdan ular bizni cho'chitdi. Taym oxirida o'sha standartni eslang, sal qoldi, darvozabonimiz qaytardi. Va xursand bo'lganim, Rustamjonov zaxirada qoldirganda ikkinchi darvozabon chiqib kelyapti. Demak, masalan, hozir bizda sariq kartochkalar juda ko'p. Hakimovda ham bor, Bahodirxonovda ham bor himoyada. Boshqalarda yarim himoyada ham bor, Musoxonovda ham. Xullas, kartochkalar ko'payib ketgan paytda keyingi o'yinda ehtiyotkorlik talab etiladi futbolchilarimizdan, lekin har qanday holatda o'ylaymanki, zaxirada o'z vaqtini kutib turgan yigitlar tushib ochilib ketadi qaytaga. Mana darvozabon misolida ko'rdik. O'zi eng murakkabi darvozabonni ochilib ketishida, ikkinchi darvozabonni. Bu o'sha istalgan pozitsiyada bu qiyin. Har qanaqa terma jamoada yana muayyan musobaqa, bu musobaqagacha bo'lgan yo'lda o'rtoqlik o'yinlarida turdi, o'zini ko'rsatdi, murabbiylar biladi, lekin katta forum bu, unda ishtirok etmadi-da. Ikkita o'yinda ham zaxirada qoldi. Osiyo chempionatida ham zaxirada qoldi. Yana shunaqa, yana bu o'yinda biz bu o'yin oldida hal guruh masalasi hal qilinmagandi. Shunday bir paytda darvozabon o'zini ko'rsatyapti. Boshqa pozitsiyalarda o'ynayman. Bundan ham yengilroq yangilar qo'shilsa, kirishib ketib hali o'zini ko'rsatadigan yigitlar bo'ladi. Mana bir ikki marta ta'kidladingiz, Yevropa futboli deb. Men Fransiya bilan Uganda o'yinini sharhladim. Ha, Yevropa futbolida havosi ta'mi kelib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'sha keyingi raqibimiz xorvatlar haqida ham ancha iliq gaplar bildirildi. Mutaxassislar ham, muxlislar ham Yevropa futboli Xorvatiya terma jamoasini qaysi o'sha jahon chempionatidagi, Yevropa chempionatidagi ishtirokini har doim manamanman degan o'sha Angliya, Fransiyaga ham, Ispaniyaga ham tahdid sola oladigan jamoa deb aytishdi. Lekin bir narsa, biz o'ynay olishligimizni amalda ko'rsata oldik. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Fransiya bilan Ugandani o'yinini sharhlab borib, hozir aytib qolganingiz uchun esimga kelyapti. O'sha Yevropa futbolini ko'rinishi, aksi ko'rinib turibdi-yu, lekin natija javob bermadi-da. Uganda asosan jismoniyatga, jismoniy holatga va bir oz palapartish bo'lsa-da, tezlikni evaziga yutib ketyapti. Ya'ni bu katta mundial, o'zi yirik hisoblar bo'lish ehtimoli ko'pchilik xalqaro mutaxassislar ham o'sha jamoalarni 48 ta ekanligidan ko'rishmoqda. Ertaga kattalar o'rtasidagi jahon chempionati ham bundan mustasno bo'lmaydi degan keskin fikrlar ham bor. Bu yana bitta mavzu bo'lib qolyapti. Va buning ortidan o'sha bir-biri bilan teng balansda bo'lmagan, darajada bo'lmagan jamoalarning o'zaro to'qnashuvi ortidan birinchi navbatda yirik hisoblar, ikkinchi navbatda bir-birini inkor qiluvchi kuchlar qarama-qarshiligi ro'y beryapti. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Latin Amerikasi, Janubiy Shimoliy Amerika tomon futboli bilan Yevropa futboli, Osiyo yoki Osiyo Afrika qit'asi futbolini taqqoslaydigan eng zo'r maydon bo'lib qolganga o'xshayapti.
Bu yerda bironta jamoani mana shunday darajada chempion bo'ladi deb aytish oldingidek menimcha qiyin bo'lsa kerak. Ya'ni men mana bu U17 jamoasi jahon chempionati o'yinlaridan kelib chiqib, ertaga Amerika, Meksika, Kanadada o'tadigan jahon chempionatiga ishora qilyapman. Shu menga faqat shunday ko'rinyaptimi yo yana qandaydir variantlar bormi? Endi baribir farqi bor. Men o'ylaymanki 17 yoshlilar toifasidagi umuman yoshlar jahon chempionatlarida ham Yevropa terma jamoalari allaqachon natijani birinchi o'ringa qo'ymay qo'yishgan. Ya'ni ular o'sha tizimli, uslubli futbolni o'ynab bersa bo'ldi, chiroyli, yorqin o'yinni. Ular haqiqiy futbol festivali, futbol qo'pol qilib aytilganda yarmarkasi sifatida qaraydi. Va bu to'g'ri ham. Futbolchilar uchun juda ko'p menimcha o'sha yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan o'yinchilar bor. Bu yosh toifasida eng ko'p Nigeriya chempion bo'lgan, lekin nigeriyalik nechta futbolchi keyin mashhur bo'lib ketdi va umuman chempion bo'lmagan Yevropadagi futbolchilar 16 yoshda hatto terma jamoaga chaqirilmaganlar ham bo'lishi mumkin, lekin ular yulduz. Ya'ni ular bu musobaqaga asosiy turnir sifatida qaramasligi aniq. Lekin o'sha fikriga qo'shilaman, ya'ni Yevropa jamoalari natija yomon bo'lgan taqdirda ham uslubdan voz kechishmayapti. Ba'zi o'yinlarni sharhlayapmiz, 15 daqiqagacha vaqt qo'shib beryapti-da va odatda bu yo Janubiy Amerika yo Afrika jamoasi bo'lyapti. O'sha jismoniyatga e'tibor qaratadigan, kerak bo'lsa hakam bilan tortishadigan, kurashadigan jamoalarda shunaqa holat. Va o'sha Uganda, Fransiya yoki Malining, Senegalning o'yinlarida ham jismoniyatda. Shuning uchun ham eng ko'p chempion bo'lgan terma jamoa Nigeriya bu yosh toifasida. Nigeriya keng kattalarda jahon chempionati natijalari zo'r emas. Tarkiblari yaxshi bo'lgan davrda ham ularda natija baribir shu yoshdayoq qo'yiladi. Buni ham sababi bor. Yevropadan skautlar faqat jahon chempionatida qidirmaydi o'yinchilarni, ammo Osiyo, va Afrika uchun mana shu turnirda imkon boricha uzoqqa borish degani bu klublarning diqqatiga tushish, shu klublar keyinchalik o'yinchilarni sotib oladi va shuning uchun ham biz qancha uzoqqa borsak yaxshi deb o'ylayman. O'yindan o'yinga o'sha Abror bilan o'zaro suhbatlashganimizda ham aytib o'tdi. O'zbekiston uchrashuviga portugaliyalik juda ko'p skautlar kelib, qog'ozlarda futbolchilarimiz raqamlarini yozib olishyapti. Ko'proq Muhammad Hakimovni ekan. O'sha Abduqodir Husanovdan keyin baribir markaziy himoyachilar diqqat markazidagi hozir Muhammad Hakimovni yozib olishyapti va har bitta o'yinda qaysidir talant ko'zga tashlanib qolishi mumkin-da. Shuning uchun uzoqqa borishimiz kerak. Shuning uchun bizda natija muhim deb qaraladi. Yevropada menimcha bu shart emas. O'zi shundoq ham Yevropadagi futbolchilar o'sha ketishi mumkin bo'lgan jamoa akademiyalaridan jalb etilgan. Shunisi ko'zga tashlanyapti menda. Endi to'g'ri, siz bu tomonga o'tib ketdingiz. Ha, jahon chempionati kattalar o'rtasida va hozirgilar o'rtasida keskin farq bor, lekin yana bir jihat borki, bu o'zimda tajribamda yillar davomida kuzatilgan jihat, bu o'sha hozirgi jahon chempionatida Qatarda ishtirok etayotgan terma jamoalarning murabbiylari. Ular ham shaxs sifatida shakllanish kerak, o'z natijasini ko'rsatish kerak va katta ehtimol bilan kecha hozir eslay olmayapman, o'sha Yevropa jamoasi uzul kesil faqat bir yoshdagi 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan jamoalar bilan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi. Adashmasam Fransiya edi. Faqat yoshlar bilan ishlagan. Lekin u ham o'z so'zini aytadigan palla yetib kelyapti. 52 yoshmi, 57 yosh, 55 yoshmi adashmasam. Ular ham shakllanish kerak-ku. Shu jihatga e'tibor qarataverib o'zini o'zi qurbon qilmasa kerak degan fikrdaman. Yana bu jihatlar ham bor-da. Yo, Abdulla, sizda boshqacharoq ma'lumot. Endi aka, ma'lumot emas, fikrim bu mavzuda masalan yoshlar bilan ishlashga moslashtirilgan murabbiylar bo'ladi-da. Ular katta futbolda katta futbolchilarni tayyorlaydi va tabiiyki ma'lum bir yosh toifasida o'zini ish uslubi yuqori bo'ladi. Ularda katta klublarda katta futbolchilar bilan ishlash xohishi o'zida bo'lmaydi. U mashhurlikka emas, o'sha bajarayotgan ishi, o'zini sohasi murabbiylikda faqat o'sha yoshlar bilan ishlagan va yoshlarga beradigan bilim, tajriba, yoshlar bilan ishlaydigan ilmi bor uni. U yog'iga qaldiroch, u yog'iga o'sha shogirdlarini boshqa murabbiyga, katta futbolga qo'yib yuboradi. Katta futbolda boyagi mavzuga bog'lasak bo'ladi-da. Boyagi mavzuga qanaqa bog'lasak bo'ladi? Yevropada, Afrikada, Janubiy Amerikada, CONCACAFda, Osiyoda hozir bu mundial jamoalarining darajasini nisbatan tengroq ko'rsatayotganligi
hozir barcha qit'alarda o'sha murabbiylar bular o'smir-ku, bolalar futboliga o'zi juda ko'p qit'alarda futboldan zavqlanish beriladi, ayniqsa Yevropada. Ular futbol o'ynashni o'rganish kerak deydi. Endi o'smirlikka o'tganda sal bu yerda tizim bor, maktab bor. O'sha maktablarda dastlabki futbol saboqlari bilan kelgan bo'ladi. Hali ularda masalan nimaga boya Muhammad aytyapti, Nigeriya eng ko'p chempion bo'lgan, lekin kattalar o'rtasida Nigeriya terma jamoasining natijalari yo'q-ku deb. Sababi bu yog'iga o'sha Germaniya, o'sha Angliya, o'sha Fransiya, o'sha Italiya futbol maktablarida katta yoshda 18 yoshdan keyin katta mutaxassislar, katta tizim ishlaydi. Shunda ulg'aygandan keyin ularning futboli Yevropaniki juda kuchayib ketadi, farq juda kattalashib ketadi. Lekin ungacha men o'ylayman, barcha qit'alarda o'sha jismoniyatga e'tibor berish kerak, o'smirlar ham beradi. Shunga tayyorgarlik. Futbolda masalan umumiy qarashlar, umumiy taktikalar, umumiy sxemalar ustida ishlaydigan. Bu yoshlarga o'zi juda ko'p narsa bergani bilan hali ola olmaydi-ku. Yillar bilan ulg'ayish bilan birga qo'shib boriladigan narsalar bu endi Yevropa maktabi. Shuning uchun keyinchalik Yevropa maktabida futbol rivojlanib ketadi, futbol o'sib ketadi, futbol u yerda Afrika bilan yoki CONCACAF bilan, Osiyo bilan umuman taqqoslanmaydi. Shuning uchun ham bizning yoshlar mana shu musobaqada ulg'ayayotgan paytini o'sha Yevropada o'tkazish uchun mana bu turnirlarni biz baribir finaligacha borsak ham, yutamiz ham desak ham bo'ladi. Bizning tizim umuman Osiyoda deyarli hammani, boshqa qit'alarning tizimi o'sha Yevropaga intilishda mana shu jahon chempionatlarida o'zini ko'rsatish. Shundan foydalanib qolish. Kim chiqsa qaysi yosh toifasida ular boshqa takrorlamaydi-yu. Rahmatulloh bilan borgan yigitlar hozir tomoshabin. Bu avloddan bir marta bordi. O'sha bir oy qolish kerakmi? 3 haftami? Bo'ldi, shunga tayyor bo'lib, u yog'iga o'zini karyerasini to'g'rilab olish kerak. Shuning uchun bizda bu yosh toifasida har doim ko'p aytiladi, masalan, shaxsiy fikrim, men qarshiman. Natija kerak emas bizning yoshlarga. Yevropacha qarash qilish yo'q. Yevropacha qarashda keyin ham ularda tizim bor. Bizda ham bor, yaratilyapti, lekin ungacha yetadigan mutaxassis yo'q bizda hali. Kam mutaxassis. Shuning uchun biz mana shu musobaqalarda natijani ham asosiy o'ringa qo'yishimiz kerak. Endi bolalar o'sha yoshlar jamoalar, terma jamoalarida murabbiylar shakllanib bo'ldi. Masalan, Jamolni olishimiz mumkin, Rahmatullayevni, otaxonlardan biri Ravshan aka Haydarov va Islom chiqib kelyapti. Lekin kamda. Kam. Uni hozir Abdulla to'g'ri fikrda aytyapti. Bularda ishini davom ettiradigan zamonaviy futbol bilan kreativlashgan, ya'ni uyg'unlashgan biror bir mutaxassisimiz chiqishi qiyinroq. Bu tomoni ham bor ekan, lekin Yevropa futboli har doim jahon chempionatida asosiy da'vogar bo'lib kelgan. Chiqsa u tomondan Braziliya, Argentina, ora-orada nimchorakgacha Meksika, Paragvay shunga o'xshagan jamoalar kelishi mumkin. Afrikadan ham xuddi shu talab, Osiyoga ham shunaqa. Biz Osiyodamiz. Osiyo jamoalarini aksari faqat Yaponiyadan boshqa biror bir jamoa o'z guruhida 100%lik natija bilan chiqa olmadi. Yaponiyada ham 100%lik bo'lmadi. Qanaqadir Kaledoniya bilan o'yinda ular bilmadimi? Shunchaki 7 ochko qoldi. 4 ta jamoa chiqdi guruh bosqichidan Osiyoda, Shimoliy Koreya. Saudiya, Qatar, Indoneziya qolib ketdi. Birlashgan Arab. Teng yarmi guruh bosqichida yakunladi va qiziq bo'ldi o'zi. 3 ta Osiyo jamoasi 3-o'rinlar orasida o'sha yomon natija qayd etdi. Ya'ni 3-o'rinlar orasidan Saudiyaniki juda yomon bo'ldi oxirida, lekin Mali bilan 2 ta gol urdi. Eng alamlisi o'zi Chiliga bo'ldi. 4 ochko to'plab ham chiqa olmadi. Ya'ni 3 ochko olganlar 3-o'rin bilan chiqyapti, lekin Chili 4 ochko bilan chiqa olmadi. Menimcha parallel sharhlab bordik o'sha guruh o'yinini. Juda qiziqarli bo'ldi. Menda ham o'z savol bor edi, ruxsat bersangiz. O'zi bu turnirni ko'ryapmiz, fikrlar ham bildirilyapti. Juda ham o'sha jahon chempionati saviyasida emas degan tanqidlar bo'ldi. Jurnalistlarga yaratib berilgan imkoniyat, bu yerda boshqa narsalar va so'nggi turda sharhlab ko'ryapmiz, stadionlar sifati juda yomonlashib ketgandek tuyuldi menga. Kim tomoshabinlar uchunmi yo futbolchilar uchun? Futbolchilar uchun maysalar ko'chib ketyapti. Endi juda katta bosim, to'g'risini aytish kerak. 48 ta jamoa ishtirok etayotgan mundial. Har qanday stadion chiday olmaydi, lekin hatto Aspire akademiyasi dosh bera olmayotgandek tuyuldi. O'sha yerdagilar ham aytayapti, maydon juda og'ir holatga kelib qoldi deb. Menimcha hal qiluvchi bahslar o'sha asosiy faqat final, faqat final. O'zi Aspire bu FIFA ham bir yangilik qilib ko'rdida. Qatar taklif qilgan menimcha buni.
bu taklifni qabul qilgan. FIFA o'ylagan, baribir Qatar jahon chempionatini zo'r o'tkazdi-yu kattalar o'rtasida. Mundialda bularning bu loyihasini ham qabul qilsak zo'r bo'ladi deb o'ylagan, lekin muammo baribir bo'lyapti. Bu baribir akademiya maydonlari va katta futbol uchun stadionlarning farqi bor-da. Stadionning yonida stadion qurilganmi, demak bilingki, uni umumiy baribir yonma-yon joylashgandan keyin stadionni qurishga chim joylashtirish uchun qancha transport vositasi kirib chiqish kerak, o'sha personal ishlash kerak. Yo, o'zi stadionni yomg'ir yoqqanda masalan suv yutib ketishi yoki endi Qatarda juda ko'p yomg'ir ham yog'maydi-yu, lekin baribir bu yerda doimiy tarzda bir xilda ushlab turish uchun stadionda boshqacha nima bo'ladi. Bu yerda akademiya stadionda baribir to'g'ri aytilyapti. Qatarda boshqa stadionlarda umuman muammo yo'q. Chunki talab darajasida stadion qanaqa, masalan men mutaxassis emasman, stadion qanaqa qurilishini bilmayman, lekin fakt shundaki, bu stadion yonma-yon joylashgan va o'sha boshqa stadionlardek qurilmagan. Bu maysa shunchaki yotqizilgan. Mashg'ulot stadionlarda keyin bu maysa endi dosh bermayapti. Juda ko'p o'yinlarda ko'ryapmiz, ma'lumot ham berilyapti, stadionga muxlislar sig'may qolishyapti. Translyatsiyada ko'rsatilyapti. Daraxtlarning tagida, darvozalar ortida juda ko'p ishqibozlar o'sha yerda ham muxlislik qilyapti. O'zi bir mingtacha tribunasi bor ekan, bu tomondan Qatar kutmagan buncha inson kelishi. Lekin bunaqa hamma Afrika, Ugandadan bir 2000 ta muxlis kelgan. Ugandaning bitta o'yinini sharhladim. Chexiya bilan bo'lsa kerak, yo'q, nimada? Chili bilan. Va o'sha o'yinda 1-1 o'ynadi. Endi jahon chempionatida eng ko'p bayram qilgan Uganda bo'lsa kerak. Fransiya bilan o'yin sharhladi deyapsiz, u yerda ham maza qilishdi. Finalda o'ynayapti-da ularning jamoasi. Haqiqiy mana jahon chempionati, lekin baribir o'sha darvozalar ortida jahon chempionati emasda. Tribunada emasda ular. Shu yo'laklarda yurishibdi. Shu tomondan sal baribir uncha o'xshamadi. Mayli, endi bu masalalar FIFA bilan Qatarning muammosida, bizning muammomiz. Lekin translyatsiyaga gap yo'q. Endi translyatsiya masalasini Qatarliklar juda oldin boshlashganda, bo'lib ham Angliyadan mutaxassislarni chaqirib qoyil qiladi, lekin o'sha Angliya darajasiga chiqa olishdi. Uzr, menga var ham yoqyapti. Bo'lar ekan shunaqa kam vaqt sarflab varni ko'rib chiqsa, juda ham tezkor bo'lyapti varni ko'rish. O'sha yordamchi hakam aytyapti, challenge olyapti bosh murabbiylar, borib var takrorlarini ko'rib qaror qabul qilinyapti. Murabbiylarga tushuntirgan holda qarorni o'sha tinglab tushunib olish uchun, ya'ni nima uchun bu qaror chiqarilganligi ham javobi berilyapti-da. Bu borada ham yaxshi amaliyot yo'lga qo'yildi. Keyingi yil katta jahon chempionatida ham o'sha challengedan murabbiylar foydalanishi mumkin endi. Alohida varxonasi ham kerak emas ekan-ku, o'zi endi bilmadim qanchalik katta futbol bilan yoshlar futbolini bog'laganda baribir ehtiyot bo'lish kerak, lekin boshqa sport turlarida olimpiadada ko'ramiz, basketboldami, voleyboldami shunaqa bo'ladi. Futbolda ham masalan boradi, ko'riladi, hal qilinadi. Shunchaki bitta yana 4 ta mutaxassis, alohida xonalar, u yerda juda ko'p oladida vaqt, lekin oddiyroq qarasa ham bo'ladi. Yo'q, hozir siz yana bitta mavzuni ochdingiz. FIFA tasnifidagi musobaqalarda qancha ko'p jarayon bo'lsa, shuncha ko'p mablag' degan tushuncha suv yuziga chiqib bo'ldi-da. Hozirdan aksar yetakchi mutaxassislar jahon chempionatida 48 ta terma jamoa ishtirok etishiga qarshi. Birinchisi, ikkinchisi, buning ortida nima yotibdi? O'sha pul, mablag'. Teletranslyatsiyalarda soni jihatdan ko'payishi. Har bir sohani rivojlantirish uchun birinchi qaysidir ma'noda ozroq bo'lsa ham qurbonlik qilinadi. Ya'ni samar besamar sarflanadi. Hozir to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, 3 ta hakam varda xarajatda o'tirgan bitgan. Lekin FIFA shuni tarafdori bo'lyapti. Qisqasi FIFAda ham islohotlar qiladigan payt yetib kelgan deb xulosa qilsak ham bo'ladi. Futbolimizga qaytaylik. Juda ham yuqoriga chiqib ketib qoldik. Xo'p, Osiyo jamoalarini biroz hozir boshlayotgandim, keyin mavzu o'zgarib ketib qoldi. Osiyo jamoalarini bu darajada ishtiroki qit'amizda futbol rivojini belgisimi yoki qandaydir tasodiflar sababmi? Yo'q, baribir rivoj topyapti. Qaysi ma'noda alohida rivojlanayotgan terma jamoalar bor. Biz biroz avval aytdik, o'sha Yevropa darajasi deb. Janubiy Koreya bilan Yaponiya Yevropa darajasi. Bunga shubha emas. Osiyoda ham o'sha 23 yoshlar musobaqasida ular allaqachondan 20 yoshlarni olib borishni boshlagan. Ya'ni bu borada ham Yevropa uslubiga o'tgan. Ikki yurt va xursand qiladigani O'zbekiston ham o'sha Yevropa darajasida namoyish etayotgan, o'yin qilayotgan ishlarimiz mana keyingi yil bo'lib o'tadigan 23 yoshlar musobaqasiga bizdan ham 20 yoshlar boradi. Ya'ni o'sha tomonga qadam tashlab bo'ldik va o'yin nuqtai nazaridan
juda ham ajoyib emasdir, o'sha 100%lik natija bo'lmagandir, ammo guruhda menimcha hammaga yoqqan terma jamoalardan biri Shimoliy Koreya. Juda ham munosib o'ynayapti. O'zbekiston, Yaponiya ham birinchi o'rin bilan chiqyapti, Janubiy Koreya. Ya'ni bu jamoalarning yo'l ham bir tomonga tushib qoldi. Osiyo jamoalariga juda qulay yo'l bo'ldi. Hali play-offda Osiyo jamoalari raqobatini ham ko'rib qolishimiz mumkin. Ya'ni bu imkon qadar uzoqroqqa biror Osiyo jamoasi borishini kafolatlaydigan yo'l bo'ldi. O'zi Osiyo jamoalarini mana shunday ishonchli o'yini bizni ko'proq terma jamoamizga ishonishimizga sabab bo'ladi. Chunki bu Osiyoda biz birinchi bo'lganmiz. O'sha Shimoliy Koreyani yutganmiz. O'sha Saudiyani yutganmiz. Saudiya qaytib ketdi-yu, lekin xullas terma jamoamiz bu musobaqaga chempion sifatida borgan va bizdan chempionlikni tortib ola olmagan o'sha Yaponiyani ko'ryapmiz, juda zo'r. Rostdan ham Yaponiyani o'yini mana shu turnirdagi o'yini juda ham ma'qul bo'ldi. Marokash bu ilk turda Afrika chempioni sifatida o'ynadi va Yaponiya bilan o'yin, o'sha o'yin sharhida ishladim, hech narsa qila olmadi. Butun o'yinni Yaponiya nazorat qilyapti. Marokashning keyingi yillardagi futboli barcha yosh toifasida juda yuqoriga o'sib ketib qoldi. Va ularga qarshi o'yinda Yaponiya to'liq o'yinni nazorat qilishi, masalan, o'yin oldida men kutmagandim. Bu hayron qoldirdi va keyin Portugaliya bilan jang bo'lsa kerak deb o'ylagandim va o'sha jangga Yaponiyaning bitta odati bordi. Bu ataylab qilinmasa kerak-u, lekin baribir juda qaysidir ma'noda kamtarin natijalar ham qayd etib qo'yadi musobaqa davomida. Balki murabbiylar tanlagan taktika bilan futbolchilarga bugun natija kerak emas deb ayta olmasa kerak hech bir yapon murabbiyi, lekin raqibga tanlaydigan taktikani noto'g'riroq qilibmi, sal salbiy natija qiladi. Yangi Kaledoniya bu Yaponiya bilan durang o'ynaydigan salohiyati yo'q. Ular umuman bu musobaqa, lekin ular bilan raqibni juda hurmat qilib, 0-0 o'ynab, keyin Portugaliya bilan o'yinda Portugaliyani yutyapti Yaponiya. Portugaliyani yutish bu qo'ldan kelyapti jamoani. Demak, uzoqni o'ylab, bu yog'iga Yaponiya ham bemalol yarim finallarni o'ylasa bo'ladigan jamoa. Va shu o'rinda baribir har qanaqasiga taqqoslab ko'radigan jihatlarimiz juda ko'p. Hali Xorvatiya mavzusiga o'tganda ham amirliklar bilan o'yladi. Ular guruhda, masalan, biz amirliklar bilan o'ynaganmiz Osiyo chempionatida. Xullas, har jihatdan bu musobaqaga o'zi osiyoliklar va osiyoliklar nomidan O'zbekiston tayyor ekan. Terma jamoalari va qolaversa o'sha yetakchi jamoamizni jahon chempionatiga yo'llanma olib, qit'a sharafini himoya qilishligi bu endi hech kim inkor eta olmaydi va yillar davomida o'sha Osiyo chempionati bo'ladimi, o'smirlar o'rtasida, yoshlar o'rtasidagi musobaqalar bo'ladimi, bizga boshqacha ko'z bilan qarash odat tusiga aylanib bo'ldi. Biz Yaponiya, Janubiy Koreya darajasida bo'lmasak-da, lekin qolgan jamoalar, o'sha bizdan yuqorida bo'lib turgan jamoalar bugun hisoblashishga majbur. Bo'lib ham Saudiya Arabistoni, bo'lib ham Avstraliya ko'rinmayapti unchalik. Menimcha shular bilan ham tezroq hisob-kitob olib olsak, har bir ishni pastdan boshlagan yaxshi-ku. Ancha maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, hozir 5-jahon chempionatida ishtirok etishimizmi o'smirlarimiz bilan? Ha, shunaqa. 5-si estafeta ishtirok etmadik. Nuraliyev bilan ishtirok etganmiz, Rahmatullayev. Nuraliyev bilan o'sha Xorvatiya bilan ham o'ynaganmiz. 4-si, 5-si aniq eslay olmadim. Qisqasi biz asta-sekin doimiy ishtirokchiga aylanib boryapmiz. Bu qolganlarga xalaqit qilishi turgan gap, chunki kimnidir o'rnini olib qo'yamiz-da. Nafaqat doimiy ishtirokchi, doimiy play-offchi bo'lib qoldik. Bu tomoni ham bor. Mana shu natija bilan boyaga siz aytib o'tyapsiz, ishtiroklarimizni eslasak-da, baribir futbolimizdagi tizimni, bugungi kundagi tizimni e'tirof etish kerak-da. Nimaga o'sha oldingi mundiallardagi bizni xursand qilgan futbolchilar juda ko'pchiligi katta futbolga kirib kela olmagan, tizim bo'lmaganda. O'sha Yestafeyev jamoasi chorak finalga borgan. Chorak finalgacha, nimchorak finalda 4-0 ga yutganmidi Avstraliyani shunaqa. Guruh o'yinlari ham juda zo'r bo'lgan. Endi asosiy ikkita yulduzi bo'lgan, to'g'ri, lekin masalan Abbosbek Maqsaliyevdan tashqari, Temur Hakimovdan tashqari ham
Azizbek Murodov degan yigit bo'lardi, qanotda venger bo'lib 7-raqamda o'ynardi. Keyin Davlatov bo'lgan, Bobur endi ancha yillar yurdi, o'ynab oxiri Nasafda o'ynadi shekilli. Rubinga ham borib keldi Qozonga. Endi Boburning futbolchi sifatida faoliyatini uzoqroq davom ettirishga sabab bu oilaviy an'analarda baribir qo'llab-quvvatlash, atrofda Davlatovlar sulolasida uni dadasi ham murabbiy bo'lgan-ku, uni qo'ymagan, ishlagan doim va qaysidir klubga tavsiya qilgan, uni futbolchi sifatida baribir yo'naltirishgan. Lekin boshqa yigitlarchi u yerda juda katta bir avlod kutgandikda biz, lekin ular yo'q bo'lib ketdi. O'sha Hakimov ham, Maqsaliyev ham birdaniga formasini ham yo'qotganligi baribir u paytlar bizda tizim biz hozir kundek emasdi-da va keyingi avlodga ham qarasak ham, masalan, terma jamoamizda yoshlar o'rtasidagi mundiallardagi chiqqan yigitlardan ham juda ko'pchilik umidli deb o'ylaganlar yo'q. Bor ular, bilamiz ularni. Superligada yoki Pro ligada o'ynab yuribdi. Shunaqa, masalan, Abbosov degan yigit bo'lardi. Shohjahon Abbosov hat-triklar qilganda, jahon chempionatida porlagan u Dilshod Nuraliyev jamoasida, hujumda juda zo'r o'ynagan. Uni masalan o'sha paytda unga Germaniyadan takliflar bo'ldi degan xabarlar juda ko'p chiqqan. Rostdan ham bo'lgan, lekin mutaxassislar uni yanada kattaroq klubga va boshqacha yo'nalishda qimmatroqqa va o'rtada foydalanishim kerak deb qo'yib yubormagan. Qarang endi. Masalan, hozir qanaqa? Mana bu Ravshan Haydarov jamoasi bilan 2015 Yangi Zelandiyada jahon chempionati bo'lgan-ku. O'shanda Eldor Shomurodov, Doston Hamdamov, Otabek Shukurov, Ashurmatov Rustam, keyin Akrom Komilov, keyin yana Zabihullo O'rinboyev, mana shu yigitlar o'ynaganda zo'r, juda zo'r o'ynagan. Astre bilan o'yinlarni eslaymiz, tizimli futbol, nemischa o'ynaydi ular. O'sha jamoani 2-0 ga yutganmidi. O'sha avlod terma jamoada hozir ham bor-da. O'shandan boshlab mana tizim yo'lga qo'yildi-da. Bu ularni ulg'ayishi ketidan mana hozir ham mana Abboslar ham, Husanovlar ham yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida porlab terma jamoada ham o'ynayapti-yu. Va bugungi kun avlodi ham menimcha bemalol, endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Ismoilov jamoasidan ham bemalol menimcha 5-6 ta, balki undan ham ko'p. Hozir eng qizig'i yigitlarni aytsak bir-biriga saviyasi yaqinda. Juda futbolchilar Abdumo'minov, Aliyev ajratib bo'lmaydi, to'g'rimi? Yoki o'rtadagilarning Musabekovmi, boshqasimi, himoyada Hakimovmi, Bahodirxonovmi. Xullas, bu yigitlar ham menimcha erta yo'qolib qolmaydi. O'zbek futbolida uzoq yillar davomida katta futbolchi sifatida menimcha shakllanadi. Bu haqida Temur Kapadze ham ancha iliq fikrlarni aytgan edi. O'tgan ko'rsatuvda aynan tizim masalasida so'ralganda va o'zimcha o'sha suhbatdan keyin xayol surib o'ylab ko'rganimda bir narsani o'ylab qo'ygan edim. Bilasizmi nima? Abdulla hozir aytib o'tgandek, o'sha terma jamoa Ravshan Haydarov murabbiyligidagi terma jamoa, adashmasam, hozir sanab o'tgandik. Ravshan Haydarov. O'shalardan, rostdan ham o'shalardan keyin tizimli variantga o'tildi. Ya'ni bolalarda terma jamoa o'yinlariga qamrab olish. Hozir u 17, 16, 17, 15 ham bor hattoki. 13 ham bor. Ya mayli, endi ular juda ham yosh. 17 dan boshlaylik. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Har bittasidan ikkitadan mohir futbolchi yetishib chiqsa ham, terma jamoada, milliy terma jamoada hammaning yoshi bir xil bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Hamma jamoalardan ikkitadan olganimizda ham biz mukammal terma jamoaga ega bo'lar ekanmiz va o'sha Kapadze Temur aytib o'tgandek, Ravshan aka ham bunga biroz to'xtalgandi oldin ko'rsatuvda. Nimagadir erishishimiz osonroq bo'ladi va buni barobarida biz qit'ada Yaponiya bilan Janubiy Koreya ham yetakchi. Biz bir paytlar Saudiyaga yetishga harakat qilardik. Hozir taqdir taqozosi bilan biz yetib oldik-ku, lekin jiddiy qarshiliksiz, qariyb. Chunki Saudiya futbolidagi avlodlar almashinuvi juda ham omadsiz kechyapti. Bo'lib ham legionerlarda jalb qilinishi ortidan chempionatga, o'zini ichki chempionatiga e'tibor qaratishni kuchaytirib yubordi. Qisqasi, ularning muammosi yo'q, lekin o'z uyida o'tgan Osiyo chempionatida 9 ta qolgan O'zbekiston jamoasiga imkoniyatni boy beryapti. Bu yaqqol misol. Qisqasi, terma jamoamiz uchun anchagina yaxshi futbolchilar, yaxshi futbol va mutaxassislar shakllanadi desak bo'ladi. Albatta. Bu ijobiy hol, ammo
aylanib ham o'rgilib ham baribir raqiblar haqida o'ylashga ham gapirishga ham majburmiz. Xo'p, guruh bahslari U17 ijobiy natija ko'rsata oldik. 2 g'alaba, 1 mag'lubiyat. Yo'limizdan Xorvatiya chiqyapti. Xorvatiya haqida biroz aytib o'tdik-ku, shunchalik jiddiy qabul qilishda davom etamizmi yoki Muhammadiyor? Biz davom etamiz. Umid qilamizki, futbolchilarimiz ham jiddiy qaraydi bu o'yinga. Chunki Xorvatiyaning ikkita ustunlik jihatini ochiqchasiga aytish kerak. Birinchisi, ular bir kun ko'p dam olishyapti. Har 3 kunda bo'ladigan bahslarda bu juda muhim. O'sha tiklanib bitta mashg'ulot o'tkazishga ham ulguradi. O'zbekiston terma jamoasi kecha umuman mashg'ulot o'tkazgani yo'q. O'yindan keyin tiklanish jarayoni u yerda o'sha muzga tushadi futbolchilar, shifokorlar bilan ishlashadi. Bugun rasmiy mashg'ulot. Ertaga o'yin desak, umumiy mashg'ulotga vaqt yo'q. Xorvatiyada o'sha umumiy mashg'ulot uchun bir kun imkoniyat bo'ladi. O'zbekistonga qarshi nimadir sinab olish mumkin. Endi bu kichik detal, lekin futbolda kichik detallarning o'zi yo'q degan jumla ham bor. Ikkinchisi, Xorvatiya guruh bosqichida 6 ta gol urdi va 3 tasini bosh bilan uryapti. Juda ko'p e'tibor beriladigan jihat ikkinchi qavat. Balki musobaqadagi eng bo'ydor jamoalardan biridir. Himoyasidan tortib hujumigacha bo'ydor futbolchilar. Bunga ham bir javob yechimi bor. Endi bizda Sersenbayev maydonga tushadi. Ya'ni ikkinchi qavatda bizda ham o'ynay oladigan, boshqacharoq uslubdagi o'sha taran hujumchi deymiz, shunaqa hujumchi maydonda paydo bo'ladi. Va Xorvatiya uchun umuman ochilmagan sir, syurpriz bo'ladi. Uchala o'yinda ham ishtirok etmagan futbolchimiz. Shu nuqtai nazardan bunisi plyusga ishlaydi. Xorvatiya baribir Yevropa jamoasi, jiddiy raqib, o'z guruhida 2-o'rinni oldi. Senegal bilan bir xil ochko jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Guruh bosqichidagi natijalari biznikidan yaxshiroq, ammo bularni favorit qilib qo'ymaydi. Faqat ikkinchi qavatga tayanib olingan ochkolardan ko'ra aynan maydonda ustunlik evaziga yutib olgan o'yinlar baribir qadrliroq. O'zbekistonning statistik ko'rsatkichlari yaxshi ko'rinyapti. Eng muhimi, O'zbekiston biroz Xorvatiyaga o'xshab ketadigan Irlandiya bilan o'ynab bo'ldi. Ya'ni juda ham namuna olsa bo'ladigan raqib bilan o'ynab bo'ldi. Shu nuqtai nazardan o'ta qiziqarli bahs, oson o'yin emas. Har qanaqasiga endi bu yo'lga har bir raqibimiz murakkab bo'ladi, lekin O'zbekiston bu uchrashuvda kamida outsider emas. Qo'shilaman va Xorvatiya terma jamoasini o'zi bu mamlakat masalan natijaga urg'u bermaydigan Yevropa terma jamoasi emas, bu ma'lum. Chunki ular jahon chempionatlaridan ko'p narsa ko'zlaydi. Masalan, o'sha Angliyani, Ispaniyani, Germaniyani yo'lini tuta olmaydi. Chunki doim ularga intilgan mamlakat. Ana shu jahon chempionatlarida ham ular bizga o'xshashroqda. Har qalay bolalar futboli keyingi 10 yillikda, 15 yillikda eng yaxshi rivojlangan mamlakatlardan biri bu Xorvatiya. Va juda ko'p dunyo ligalarida faqat kuchli beshlikda emas, hisoblab chiqsa Xorvatiyalik futbolchilar juda ko'p. Chunki o'zi futbolni rivojlanish tarixidan ham bilamiz-ku. Mustaqil bo'lgandan keyin 98-yil birinchi jahon chempionatiga qatnashgan. Bu iqtidorlar mamlakati deyilgan. Chunki alohida bo'lmaganda Xorvatiyadan bitta ikkita o'yinchi olingan, boshqa o'sha sobiq Yugoslaviya bo'lganda Xorvatiyaga katta urg'u berilmaganda, alohida bo'lganda birdan zo'r o'sha shokkerlar bo'lgan va katta bir avlod 3-o'rinni olgan. Keyingi musobaqalarga ham e'tibor qaratsak, baribir yangi futbolchilar bilan doim chiqib kelgan. O'smirlar o'rtasida biz o'ynaganmiz ular bilan. O'sha Jamshid Boltaboyevning goli esimga tushyapti hozir. Xarakter ko'rsatib yuborgan terma jamoamiz. Lekin juda qiyin o'yin bo'lgan. O'sha o'yinni masalan yutqazib qo'yish ehtimolimiz ko'p bo'lgan. Lekin xarakter bilan yutganmiz. O'zi Xorvatiya terma jamoasi murabbiyi aytdiki, bizga chorak final 16 dan 1 final bosqichida bu yog'iga kim tushishini umuman farqi yo'q. Biz hech kimdan cho'chimaymiz, deyapti. Demak, xuddi bizga o'xshash bir xarakterga ega bo'lgan jamoa va Xorvatiyani rostdan ham men ham Muhammadiyor gapiga qo'shilaman. Bizga o'xshash taraflari juda ko'p. O'sha musobaqaga yondashuvi ham, ko'rsatayotgan o'yini ham, keyin futbolchilarning potensiali ham. Ular agar havoda yaxshiroq statistikalar qayd etgan bo'lsa, bizda ham jamoaviy o'yinda gollarimizga qarasak, ayniqsa Paragvay bilan o'sha yakka kurashlarda juda kuchli jamoaga qarshi o'yinda pas, o'sha yerlatib berilgan paslar bilan qanaqa kombinatsiyadan keyin gol urdik. Panama bilan o'yinda Panama sochilib ketganligi oxirgi 3 ta golni mayli hisoblamaylik, aldamchida, to'g'risi. Ular sochilib ketdi-da. 6-1 taassurot bermaydigan hisobda. 6-1 taassurot berganda unga aldanish kerak emas, lekin kuchli
ochilish o'yini-ku birinchi tur ikkala jamoa uchun ham. Shunda Paragvay bilan o'yinda terma jamoamiz namoyish etgan o'yin menimcha Xorvatiyanikidan yaxshiroq. Xorvatiyani Kosta-Rika bilan o'yinda yoki Amirliklar bilan o'yinimi, Senegal bilan o'yinimi, uchala o'yinga ham solishtirsa, O'zbekiston bilan Paragvay o'yini ancha yaxshi. Farq sezilib turibdi. Chunki biz futbol o'ynayapmiz. Biz juda zo'r taktikaga moslashib, zo'r o'ynayapmiz. Va alohida bizda har bitta chiziqda o'sha yetakchilar bor. Xorvatiyada yaxshi gap yo'q. Keyin intizom borasida ham juda kuchli ekan. O'sha gapirilyapti-ku hozir. Bizda intizom sal yomonroq, sariq kartochkalar ko'payib ketdi. Bu bizning guruhimizning kuchliligi bilan bog'liq edi-da. Ulardan nisbatan Kosta-Rika Amirliklar bilan durang o'ynadi. Amirliklar juda bo'sh o'ynadi. O'zi biz ham yengil yutganmiz Osiyo chempionatida. Xorvatiya ham 3-0 ga yutdi. Xullas aytmoqchiman, Xorvatiya bizdan kuchli emas. Lekin aldanish kerak emas. U intizom degani ularda butun guruh bosqichida 3 tagina sarig'i bor ekan jamoani. Xullas bu raqibdan jamoamiz o'tsa kerak va o'ylayman o'tadi ham. Yigitlarga omad tilaymiz. Qancha uzoq borsa shuncha xursand bo'lamiz va hozir o'sha Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionatida bevosita Sport telekanali xodimi Abror Jo'raqulov ham ishtirok etmoqda, ishlayapti. Abrordan agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'nggi ma'lumotlar, yangiliklarni eshitsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lsa kerak, agar o'ylansak. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum studiya. Qatardagi muhit haqida gapiradigan bo'lsak, umuman jahon chempionati yaxshi saviyada tashkil etilgan. Aspire akademiyasida yuqori saviyada o'tkazilyapti. Faqat maydonlar bilan bog'liq muammoni yaxshi bilasiz. Mayli, u haqida keyinroq to'xtalamiz. Men aynan atmosfera haqida so'ralganda bir narsani aytishim kerakki, jahon chempionati muhiti asosan Aspire akademiyasi hududida va uning atrofida sezilarli. Ko'p jamoalarga FIFA mana shu 48 ta jamoani guruh bosqichida bilasiz, 48 ta jamoa ishtirok etdi. Ularning 30 dan oshig'iga Dohadan mehmonxonalar ajratilgan. Xususan O'zbekiston terma jamoasi ham Doha markazida joylashgan mehmonxonaga joylashtirilgan va aynan shu yerda istiqomat qilishyapti. Mashg'ulotlar umuman boshqa tumanda, Al-Tumamada bo'lib o'tyapti. Aynan o'yinlar esa Aspire akademiyasi esa bu Ar-Rayyanda, ya'ni uchburchak, turli hududda yashash boshqa joyda, o'yinlar boshqa hududda bo'lyapti, mashg'ulotlar umuman boshqa hududda bo'lyapti terma jamoamizda. Men bu narsani aytayotganim faqatgina aynan shu muhitni siz Ar-Rayyanda jahon chempionati muhitini sezishingiz, his qilishingiz mumkin. Shaharda deyarli sezilmaydi. Qachonki siz o'sha terma jamoalar joylashtirilgan mehmonxona atrofiga kelsangiz, u yerda kichik reklama bannerlari bor. Undan tashqari o'sha terma jamoalar uchun ajratilgan avtobuslar turadi va shundagina siz jahon chempionati muhitini his qilishingiz mumkin. Bundan tashqari hattoki o'sha mashg'ulotlar bazasi qilib berilgan stadionlarda ham deyarli U17 jahon chempionati muhitini sezmaysiz. Masalan, O'zbekiston terma jamoasi Al-Tumama o'yingohida mashg'ulotlarni o'tkazyapti. Asosan u yerga yaqinlashsangiz jahon chempionati muhitini his qilmaysiz. Qachonki ichkariga kirsangiz, terma jamoalar borligini bilsangiz, jahon chempionati muhitini ko'rishingiz mumkin. Hattoki stadion atrofida 2022-yilgi jahon chempionati bannerlari bor. Ya'ni bu jahon chempionati haqida juda bir kuchli tashviqot va targ'ibot olib borilgani yo'q shaharda. Shuningdek, yaqinda Al-Ersal maydonida ham mashg'ulotlar o'tkazdi terma jamoamiz bir marotaba va u yerda ham deyarli umuman U17 jahon chempionati muhiti sezilgani yo'q. Maydonlar masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu FIFA uchun birinchi tajriba 48 talik jahon chempionatida. Keyingi yil ham xabaringiz bor, aynan jahon chempionati Qatarda bo'lib o'tadi. Balkim keyingi safar boshqacharoq yondashuv bo'lar. Balkim maydon sal jiddiyroq hozirlanar, balkim boshqa stadionlar olinar, balkim 9 ta maydon kamlik qilayotgandir, ya'ni ularning soni ko'paytirilar. Qatarda buni ko'paytirish imkoniyati juda ko'p. Juda ko'p imkoniyat. Masalan, Al-Tumama o'yingohining o'zida yo'q 8 ta mashg'ulot maydoni bor va har birida tribuna bor. Aslida Aspire akademiyasida ham u mashg'ulotlar maydonida o'yinlar bo'lib o'tyapti. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan, maydonni ko'paytirib, boshqa bazalarni ham qo'shsa bo'lar. Endi buni FIFA chuqur o'rganib chiqsa kerak. Endi terma jamoamizga keladigan bo'lsak, murabbiylar shtabi allaqachon Xorvatiyaga qarshi o'yinga tayyorgarlikka kirishib ketgan. Hozir jamoada kayfiyat juda ham zo'r va o'sha Panama bilan o'yindan keyingi ilk kun tiklanishga sarflandi to'lig'icha. Futbolchilar bilan birgalikda massajistlar, shifokorlar to'lig'icha tiklanish amaliyotini o'tashdi va bu jarayon hali ham davom etyapti. Ya'ni men jismoniy mashg'ulotlar o'sha kuni o'tkazilmagani haqida aytmoqchiman. Islom Ismoilov bilan murabbiylar shtabi esa ishonamizki, allaqachon Xorvatiyani o'rganib bo'lishgan va futbolchilarga ham Xorvatiyaning o'yin uslubi, unga qarshi qanday o'ynash kerakligi haqida tushunchalar berib borilyapti.
Men murabbiylarimiz haqida bir narsani aytmoqchiman. Islom Ismoilov juda ham talabchan murabbiy. Uning shtabi ham juda ajoyib mutaxassislardan tashkil topgan. Ya'ni analitiklar, yordamchi murabbiylar, tahlilchi murabbiylar hammasi ajoyib shtab va ular allaqachon Xorvatiyani o'rganganiga meni ishonchim komil, chunki aynan yaqin yurib bilyapti. Guruh bosqichidayoq bu shtab bo'lajak raqiblarni o'rganishga kirishib ketishgan edi. Shu jumladan Xorvatiyani ham o'rganishgan deb o'ylayman men. Futbolchilarimiz bilan gaplashganimda bir narsani aytishgan edi. Guruh bosqichidagi bizning 3 ta raqibimizni Jahon chempionati boshlanmasdanoq futbolchilarga to'liq tanishtirib, o'yin uslubi qanaqa jamoalar ekanligi haqida ma'lumot berilgan va hozir Xorvatiya haqida ham shunaqa ma'lumotlar to'planib futbolchilarga yetkazilgan degan ishonch bor menda. Kayfiyat haqida aytadigan bo'lsak, kayfiyat juda zo'r. Men o'ylayman futbolchilar eyforiyada emas. Ya'ni Panamaga qarshi o'yindagi 6-1 hisobdagi g'alaba futbolchilarni juda havolantirib yubormadi. Ular professional. Ular bunday jarayonga o'rganishgan. O'sha Irlandiya bilan o'yindan keyin ertasi kuniyoq futbolchilarimiz Irlandiyaga uchralgan mag'lubiyatni allaqachon unutib bo'lishgandi va asosiy e'tibor Panamaga qaratildi va mana Panamani qanday yutganimizni o'zingiz ko'rdingiz va endi xuddi shunday Panama bilan o'yindagi euforiya ham o'sha yerda qoldi. G'alaba hissiyoti, g'alaba kayfiyati unutildi va to'liq jiddiy tarzda tayyorgarlik boshlanib ketgan jamoada kecha ilk bor jamoa o'sha jismoniy mashg'ulotlarni o'tkazdi Xorvatiyaga qarshi o'yinda. Bir tomondan o'yinning 15-noyabr sanasida o'tkazilishi biz uchun qulay bo'ldi. Ya'ni kecha va bugun biz jismoniy hamda taktik tayyorgarlik jarayonlarini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldik. Futbolchilarda yana bir bor aytaman, kayfiyat juda zo'r. Futbolchilar juda bir qo'rqayotgani yo'q. Nasib qilsa Xorvatiyani biz yengamiz. Rahmat Abror, menimcha hamkasblar mana shu yerda U17 masalasini to'xtatib tursak-da, Birlashgan Arab Amirliklariga o'ziga xos tarzda tashkil etilayotgan turnirda ishtirok etish uchun yo'l olgan terma jamoamiz haqida gaplashsak, vaqtimiz kamayib qolibdi anchagina. Cannavaro yana bir o'yin oldida turibdi. U shoshayotganligini sezish qiyin emas. Hammani birdan ko'rishning imkoniyati bo'lmayapti. Jarohat olgan futbolchilarimiz baribir u uchun jumboqligicha qolmoqda. Yangilarni qidirib topishga urinyapti. Bo'lib ham Sardorni olib ketdi. Nasaf futbolchisi Bahromovni. Va menga yoqqani aynan mana shunday qarorga kelgani bo'ldi. Yana qo'shimcha kimda qanday ma'lumot, tafsilotlar bo'lsa bajonidil eshitamiz. Biror narsa hozirdan deyish qiyinrog'i, lekin hozir manba juda ham ko'p. Sizdan boshlasak. O'zi Bahromov chaqirilganini bir narsaga dalolatki, Cannavaro har bir O'zbekiston o'sha klublar o'rtasidagi o'yinlarni kuzatib bordi-yu. Superliga o'yinlarini. Instagramda ham ko'rdim. Superligadagi o'yinlarni ikkita o'yin bir vaqtda bo'lsa, ikkita monitorda o'yinlarni o'sha jamoasi bilan tahlil qilyapti. Ya'ni hech bir o'yinni chetda qoldirgani yo'q. Juda xursand qildi, to'g'risi, professional yondashuv. Intrikadan qarz bo'lib qolibdi-da unda. Ha. Bir vaqtda tomosha qildi. Har bir o'yinni, ba'zi uchrashuvlarga o'sha stadionga bordi va o'zi so'nggi oylarni oladigan bo'lsak, Superligada eng yorqin o'yin namoyish etgan futbolchilardan biri bu Bahromov edi. Ya'ni ko'rsatyaptiki, zo'r formada bo'lsa, yaxshi o'yin namoyish etsa, u chaqiradi. Jahon chempionatiga borish uchun hammada imkoniyat borligiga bir shama qilyapti, o'zingizni ko'rsating degan ma'noda. Va ikkinchisi Hamdamovning terma jamoaga qaytishi. Paxtakor safida Hamdamov o'sha ikkinchi yoshlik deyiladi, ikkinchi yulduzlik davrini boshdan kechiryapti. Hozirgi davrda rostdan yaxshi formada gollar uryapti, gollarda ishtirok etyapti va terma jamoa muhitidan sezildiki, juda ko'p futbolchilar xursand Hamdamov kelgandan. Eldor Shomurodov alohida tabrikladi uni qaytganing bilan deb. Biroz avval Abdulla aka esladi, o'sha Haydarov tarkibi. O'sha tarkibdagi yigitlar bular oila bo'lishganda, do'st bo'lishgan juda yaqin va muhit sezilyaptiki, Hamdamovning qaytishi ham yaxshi taassurot qoldirdi. Agar o'zini isbotlaydigan bo'lsa, u ham bemalol terma jamoa tajribasiga ega futbolchi. Shu nuqtai nazardan va oldindagi FIFA kunlari biz uchun juda ham qiziqarli va muhim. Katta jamoa bilan o'ynaymiz. Misr bilan boshlaymiz. Muhammad Saloh boradi u yerga, Umar Marmush boradi, dunyo darajasidagi jahon chempionatining muntazam ishtirokchilari va oltin to'pga kurashgan yigitga qarshi o'yin bo'ladi. Har tomonlama futbolchilarda jahon chempionatida kim bilan o'ynaymiz? Yulduzlar bilan. Yulduzlar bilan o'yinga moslashib olish sharoiti. Urugvay biz xohlagan o'sha yulduzli tarkibi bilan o'ynamadi bizga qarshi, ochig'ini aytish kerak, lekin Misr juda katta tarkib bilan keladi va o'sha mini turnirda 4 tala jamoa ham jahon chempionati ishtirokchilari. O'zi
Eronni o'rniga bitta Yevropa jamoasi bo'lganda jahon chempionatida ehtimoliy guruh Mini jahon bo'lardida. chempionati. Ehtimoliy guruh bo'lardi. O'zi shunaqa savatlarga qarasak ham Misr yuqoriroqda turadi. Shu guruhda ham Eron tushib qolmasa bo'ldi. Chempionat Cabo Verde sal pastroqda turadi. Shunda shunga yaqin saviyadagi jamoalar guruhi shakllanadi. Rostdan ham qo'shilaman Muhammadiyoni gaplariga. Bu yerda murabbiyni kuzatgani chempionatimizni Bahromovni chaqirilgani bo'ldi va baribir yaxshi o'ynaganlar ko'p edi, lekin terma jamoaga chiqish uchun bitta yaxshi o'yinni o'zi yetarli emasda. Yaxshi Chempionlar Ligasida ham yo'q, ko'rsatdi. aytmoqchi bo'lganim boshqa futbolchilar nega chaqirilmadi degan savol beriladigan bo'lsa, baribir terma jamoaga chaqirilish uchun futbolchini ko'proq kuzatish kerak. Cannavaro 4 ta 5 ta o'yinni ko'rsa, yana yangiliklar ham bo'lishi mumkin. Bitta o'yin bilan favqulodda chaqirib yuborishga u ham cho'chiydi. Endi tanishyapti futbolchilarimiz. Va bu yerda bitta narsada, masalan, Cannavaro faoliyatini yakunlagandan keyin qachondir terma jamoamizda Eldor bilan suhbatlashish mumkin, Otabek bilan suhbatlashish mumkin. Boyagi mavzuni davom ettiraman. O'zi ungacha ham o'ylab turgandim. Muhammadiyor ham aytib qoldi-da. O'zi men ungacha o'ylaganim sardorlar bilan har qanaqa terma jamoa murabbiylari gaplashadi-da. Juda katta futbolchilardan eshitamiz u. Masalan, Scolari ishlaganda 2002-yil jahon chempionati Braziliya terma jamoasi bilan odatda murabbiylar bitta yoki ikkita futbolchi bilan gaplashadi, lekin men butun jamoadagilardan maslahat so'rayman. Chunki terma jamoada o'ynayotgan futbolchilarning hozirgi darajasi juda kuchli. Hammasi bilan 11 ta futbolchidan maslahat so'ray olaman deganda, ya'ni vaqti kelib Dostonni mana shu chaqirilishiga Eldor yoki Otabek ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ha, o'zi o'ynadi, o'zini ko'rsatdi, lekin Eldordan zo'r, lekin terma jamoadan chaqirilmayotgan, lekin mana terma jamoani o'yinni tashkil etadigan 3 ta 4 ta yigitlardagi o'shalar bilan chiqishib o'ynaydigan, chetda qolib ketgan bola bormi so'rash mumkin u. Bo'lib ham Cannavarada shunaqangi xarakter emas, borga o'xshayapti. Eldor shunaqa o'yinchi bormi desa, Eldor borda, mana Doston desa chaqirib ko'ring, bir siniylik. Yo, masalan, to'g'ri aytasiz. Isbot sifatida nima uchun chaqirdi? Aslini olib qaraydigan bo'lsak, Superligada Paxtakor Toshkent jamoasi, Cannavaro Toshkentda yashaydi, kelib ko'radi. Lekin Doston qarib hamma uchrashuvda asosiy tarkibda tushmayapti-da. Zaxiradan tushib. O'shaning uchun men shu mavzuda gapirmoqchi edim, lekin buni yomon tomoni yo'q. Bu qaytaga yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki rostdan ham Hamdamov O'lagunar Sulsher qilmoqchimi yo'q? Hamdamovni menimcha o'yin uslubi o'sha rostdan tushadi. Uni krosslaridan Eldor doim to'plar bo'lganda o'sha musobaqalarda. O'shaning uchun Doston ham o'z formasini baribir yaxshi ushlab turibdi. Paxtakordagi raqobat juda kuchli-ku. Formada Doston. Tajribasi bor masalan. Keyin aynan Cannavaro xohlayotgan futbolga mos tushishi ham mumkin-da. Undan zo'r o'ynayotgan futbolchilar bordir, ammo u xohlayotgan ishni bu ko'proq bajarib berish ehtimolidan ham balki sinab ko'rmoqchidir. Qanot vingeri sifatida. O'zi chap qanotimiz juda ham zo'r raqobat. Masharipov, Oston O'runov, Abbos Fayzullayev, Jiyanov o'ng qanotda buncha nom emas-da. Hojimat Erkinov bor, To'rg'unboyev o'ynab berishi mumkin, lekin o'ng qanotda jahon chempionatiga yaqin imkon borcha ko'proq futbolchini o'sha ro'yxatiga kiritib olsa, balki mundial oldidan kerakli bo'lardi o'sha ham. O'ng qanot vakilini chaqirib ko'rdi. Men o'ylaganim o'ng qanot himoyasiga juda kam variantlar bo'lib qolyapti. So'nggi yillarda Aljonov gap so'z bo'lishi mumkin emas, top formada, lekin futbol baribir jarohat bo'ladi, boshqa jihatlar bo'ladi va zaxira o'yinchisi kerak. O'ng qanot himoyasida biroz variantlar kamdek ko'rinyapti. Mana shu mavzuga qo'shilaman, mana shu fikrga rostdan ham o'ng tomonda muammo. Sherzod bilan Farruh baribir raqobatga kirishyapti. Farruhni yana chaqirdi. Demak, Farruhni chaqirgandan ham bilish mumkin-da. Yangilik qilib butunlay yangi yaxshi o'yinchilarni ko'p belgilagan. Uni tayyorlash, terma jamoa libosini kiyib, uni sal o'ziga keltirib olguncha ham vaqt ketishini biladi. Chunki Cannavaro ham Italiya terma jamoasida o'sha yetakchi bo'lib o'ynagan. Uni futbolchi sifatida o'sha klubdagi yutuqlari bilan birga terma jamoadagi jangchiligi menimcha alohida mavzu. Shuning uchun unga terma jamoa nimaligini tushuntirish kerak emas-ku. U tushungani uchun ham hozir o'sha Hoji Mirzayevning chaqirilmagani masalan yoki boshqa yaxshi ko'rsatganlarning chaqirilmaganligi shu bilan bog'liq. Vaqt kam qolganini u hisobga olyapti. Bu yig'in 2025-yildagi oxirgi yig'in, adashmasam. Shu bilan mart oyida FIFA kunlari. Endi ungacha balkim qishda
o'tgan yil ham bo'lgandi. Yanvarda yig'in tashkil yig'in qilib berishadi, lekin u ham baribir rasmiy bo'lmaydi. Terma jamoalar band bo'ladi, klublar futboli Bu bilan. paytida avvora qilmasa ham yaxshi bo'ladi futbol. Yetakchilar avvora qilinmaydi. Menimcha mana shu yerdagi mahalliylar Yangilarni sinab o'zi ko'rsatadi. o'tgan sari ham shunaqa bo'lgandi. Menda ham yana bir kichik savolga o'xshash narsa bor, to'g'risi. Darvozabon masalasi. O'tkir Yusupov jarrohlik amaliyotini o'tkazdi, yaxshi holatda deyilyapti, lekin jarrohlik amaliyotidan keyin qaytib formaga kirib olish, o'yin amaliyotiga ega bo'lish muammoli narsa va hozir ko'z tegmasin yaxshi holatda darvozabonlarimiz, ayniqsa Vladimir Nazarov yoki Botir Ali Ergashev, Abduvohid Ne'matov asosiy darvozabon sifatida, lekin yaqqol uchalasi orasida o'sha Yusupovga o'xshab ajralib chiqqan asosiy darvozabon ko'rinmayapti. O'zi darvozabonlar o'rtasida-chi raqobatni shakllantirib kimnidir chaqiraman desa, Bunyodkorda Abdumavlon juda zo'r o'tkazib, birinchi davrani oxirida juda oxirgi bir oyda Qo'qon darvozabonni maslahat bergan bo'lardi. Oxirgi bir Chiziqda eng oyda zo'r darvozabon. oxirgi bir oyda juda ko'p xato qildida. Bo'lmasa o'ylagandim Abdumavlon Abdujalilovni bir chaqirib ko'rsa kerak deb. Statistikasi ham juda zo'r edi. Lekin o'sha oxirgi turlarda Ayniqsa oxirgi turdagi harakati tushirib qo'ygan bo'lishi. Bunyodkor bilan o'yinda ham juda ko'p xato, Okemka bilan o'yinda 4 ta gol o'tkazdi, darvozabonda 3 ta xato. Dinamo bilan o'yinda. Dinamo bilan o'yinda. Ana shu xatolar bo'lmasa menimcha ro'yxatida bo'lgan. Uni statistikasi o'zi PFL berib boryapti-yu, juda zo'r edi. Va tabiiyki Nazarovdan yoki o'sha Botir Ali Ergashevdan, Abduvohiddan o'tadigan boshqa darvozabon yo'qda hozir. Yo, eng qizig'i mayli, uni mutaxassislar biz gapiramiz faqat, lekin murabbiylar, mutaxassislar o'sha topishadi. Hozir aytdim-ku, Qo'qon 1910 Ishoq. Azxon Isoqov. Shaxsan menda iliq taassurot qoldirdi. Aytmoqchi bo'lganim, bo'lib ham Abdulla. Bular qanchalik eslay olishadi? Yo'q, o'zimiz mahallamizda terma jamoaga Bugali, Nestorov, undan keyin kim bor edi? Safonov, hech kim zaxira darvozabonni hozir birov eslay olmasa kerak. O'sha paytdagi terma jamoa zaxira darvozaboni. Belikov bo'lardi. Belikov bo'lardi, u ham kelsa kelardi. Endi bo'lardi, majburlab bitta zaxira o'yinchisi bo'lardi. Andijonlik bitta darvozabon bo'lardi. Ha, Qobiljonov bo'lardi. Ha, Sardor. Tasavvur qilyapsizmi? Mana shunaqa terma jamoalar bilan bir kunlarni o'tkazganmiz biz. Lekin kecha Ravshan aka ham aytgan edi, bugun har bir nuqtada 4 tadan kam bo'lmagan variantlar bor. Shunday ekan, bu tomondan ko'ngilni to'q qilib faqat a'lochisini topish kerak. Masala shunda. Qadrli do'stlar, bizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib boryapti. Hamkasblar, ishtiroki uchun, fikrlar uchun tashakkur. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.